o'zim birga kirib ko'rib olaman, chaqirsa o'shanga qarab ish qilamiz endi. Xo'p, hozir qo'lingizda nimalar bor tekshirtirganingiz shu paytgacha? Oxirgi 6 oyligini bering. Oxirgi razbor qilishimiz kerak bo'lgan narsamiz nima bo'ladi? Homilalar 3 marta bo'ldi, lekin tushib qoldi, oxiriga yetmadi. Birinchi 7 oy, 8 oyda ushlaganman, divaynashka bo'lgan. Dori bilan tushirganmiz, bittasi tushgan, keyin 2 kundan keyin yana ismi bergan, menga o'zi. Og'riqlar bergan. Keyin uni tozalatganmiz. Xo'p, qarang, birinchi sababi birinchi o'rinda qon guruhingizni tekshirtirib berasiz, rezusni. 10 ta ayoldan bo'lishi mumkin, 2-3 tasida rezus отрицательный. Ana o'sha narsa ham homilalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Xo'p, homilalarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Keyingisi AFS sindrom AFS. Ayol boshqa payti soppa-sog' yuradi, homila bo'lish bilan qon 2 barobar quyulashadi. Oxirgi sabab bular demak infeksiyalar. Gormonalniy faktor ham bor bu yerda. Progesteron yetishmovchiligi. O'sha ham oxirgisi genetik faktor deymiz, qarindoshlar orasidagi nikoh. Yo'qmi shular? Mana shu oxirgi anaqa. Ko'ramiz, mayli. Faqat folikulometriya qildirib yotibsiz. Buni bitta doppler qilaylik. Mana lechena qilganlarda, keyin undan keyin bu. Bitta kista ham bergan ekan, endometriz qalin beryapti. Endi bular yanvar oyiniki o'tgan yil paytda.